Hello YouTube axlar, bugun sizlar bilan yana Roblox. Bugungi o'yinimizda hamma bilgan o'sha Hello Neighbor, ya'ni salom qo'shni o'yinini o'ynaymiz. Men telefonda o'ynayapman. Bunga o'zining yarasha sabablari bor. Chunki ko'zimda kompyuterimga virus tushgan, bilmayman nimadir bu buzilib qoldi kompyuterim. Ustaga topshirganmiz, ortiq o'g'irlayapti. Boshladi unda. Qani boshlaymiz. Bu o'yin bilan tanishib chiqdim boshidan. Unchalik qiyin emas. Akt 1 debdi. Ast 1 deb o'rayman shu joyda. Bola to'pni tepamoqchi menimcha. Deb bormoqchi. Nimadir bo'ldi, yugurib ketyapman. Men qayerga o'zim bilmayman. Atrof manzara yaxshi. Narsalarni o'rgatyapti. Voy. Bega keldim. Voy. Nima edi bu? Nima bo'lyapti? Qo'shni nimalar qilyapti? Menimcha mana shu bizning personaj bo'ladi, shu oldiga kelyapti. Nima bo'lganini kuzatmoqda hozir. Menimcha kim men eshitganimda o'zini bolasini ko'madi degandi. Ko'rib qol. Qoch, nima qilyapsan? O'tib boramiz mayli. Do'stlar, birinchi biz xona o'ynani sindirishimiz kerak. Biz bitta narsani olarkanmiz. Mana shu misir qutini oldim. Chiqish uchun mana bu yerga mana bunisiga o'tamiz. O'tishga harakat qilay. Qo'shnilar ko'ryapti. Yaxshi. Voy. O'rgatmasin deganim o'rgatib o'tibdi-da. Shunday qilsak, qo'shnining oldiga tushib ko'ramiz. Eshik yopiq bo'lar ekan. Mana bu bilan ochsak kerak. Mana bu yerda yashirin yo'l bo'ladi. Yo'q, qanaqa kirishimiz kerak. Doim mashiga kirishga qiynalaman men. Karta olsa, короче, men sizlarga tushuntirsam hozir do'stlar. Hozir ochish mumkin. Ana hozir biz mana shu xonga kirishimiz kerak. Nima biroq qo'shib bo'ladi, qulf bo'ladi. O'zi qulf emas, buni orqasida hozir qaytib ko'rsatsam ekan. Ko'rsatib bosdi hozir. Mana shu xonga kirishimiz. Mana do'stlar, hozir ko'rsatam. Karanlık anlamayandır endi. Короче, bunu bilan keyin tushuntirsam. Qo'shni jonimiz nimalardir qilib yotibdi. Qo'shni bilmasligini, qo'shni lezim ko'rib o'tirganlar biz astan ashdan magnit uxlataylik do'stlar. Mana shu tomonda qo'shnilar qo'yapti, yaxshi. Men bitta narsalar olamiz. Do'stlar, mana bir boshidan qo'yib chiqamiz, yana asta ustiga sakrab chiqib
mana bu narsa bo'ladi. Mana bir marta qiziqib urib ko'rsak, yana bitta qiziq narsa beradi. Keyin biroz qo'l olib, qo'shni uyga kiramiz. Juda tez ko'chyapman nimagadir. O'qib chiqqanda shunaqa qilish kerak, shunaqa narsalar bo'ladi, shunday bo'ladi degandi. Shularga qarab tushib ko'rdim. O'xshyapti, aldamagan ekan. Mana endi bizga kerak emas. Aslida biz yo'lda ochamiz. Bu ham kerak emas. Bunday qilsak, mana men sizlarga mana bu joyni ko'rsatmoqchi edim, mana hozir do'stlar. Ko'rgan bo'lsalaringiz, boyna biz mana shu yerda edik. Mana shu yerda men bu yerdan kalit top, men bu yoqqa chiqib ketdik. Qo'shni uxlayapti. Televizorxonada uxlayapti. Bizga yomon, bu yomon deyman. Chunki biz kiradigan joy televizorxonada bo'ladi. Televizor xonada bo'ladi. Qo'shni nimadir qilyapti. Qo'shni. Qani edi bo'yniga yetganda. Bu qo'ying yetmayaptimi? Desam, menga bo'ynim baland. Bunday qilib qochamiz do'stlar. Bu krisa ko'rib qoldi bizga. Mana nima deymiz? Davay do'stlar, like, obuna bo'lib, kommentariyalarni yondirib tashlaylik. Mana bu iflosdan qochaylik. Bilmayman nimaga ne bo'lib qolgan o'zi bu. Boy onasini ko'rmasin. Bittan ketmaydimi endi bu? Söz kerak edi-da bizga. Qarada, u izdivosiya qilayotgandek bo'lyapti hozir bizda. Qarada yaramas. Bor yo'qolib bir orqagami o't. Qo'lingda orqasidan xabara nimasi orqasi rasos chiqib ketgan. Uyda qarada eshikdan eshikdan kirdik. Do'stlar mana hozir bo'lyapti. Asta kirishga harakat qilamiz. Do'stlar, shunaqasi vaqtida asta sekretiniga o'zim yedirasdi meni. Endi qarasin-da, bu nima qilgani shu endi. Endi bunday qilib aylanib o'tamiz. Alo, qo'shnijon. Makaye. Bundan qochamiz bundan. Bir kun aylanib kelaman desam, bu yoqda turgan ekan.
xuddi bizni ahmoq qilayotgandaydi u hozir. Kelyapti ekan, qo'ylayveryapti. Qo'llashidan foyda topa olmayapti. Ayo, ishlandim. Kir, tezlikka. Yes, kirdik. Do'stlar, bemalol o'ynayapman, nima gapdi? Bizga qiyinchiligi bor edi. Mana bu joy g'alati. Oson bo'lar ekan. Yo'li ham bor ekan. Naqsa tiqilish foydasi. Butun tezlikda qochishga yo'lni o'rgataman. Bundoq kelamiz, yuramiz. Asta mana bu yoqdan. Ana bu eshikdan kiramiz. Bu eshikdan mana bu joyda otib olamiz, do'stlar. Mana bu yoqqa kirib, mana bu xonani ochib otib olamiz. Bu xonaga boyna qaytib kelgan xonamiz vazifasini bajarib beray. Lekin bu xonani ochib qo'yamiz. Keyin bu xonadan chiqib ketamiz. Chiqqanda mana bu yoqqa yuramizda. Mana bitta maneken turgan bo'ladi. Shiqirlab turgan bo'ladi. Asta bunday kelib, mana bir olamiz. Bo'ldi, bu yoq ochilgandan so'ng do'stlar, orqamizga qaytamiz. Hozir ishimiz ancha qo'shni cho'milib to'yi bor shekilli, endi uni ham tushunish kerak. To'yi bo'lsa ekan bir cho'milatdan u ham. Cho'milish haqqi bor. Mana xonaga yashib bo'lmasa, bu xonaga kira olmaydi qo'shni. Bizning qo'shni jonimiz. Asta yana boshqa harakat qilaylikki. Qo'shni bizni ahmoq qilyapti rostdan. Tezlikka bo'lmayapti. Ko'rasizmi do'stlar, bu xonaga kira olmaydi qo'shni. Yugurib ketib qoldi qayerlargadir, xuddi bizda xafa bo'lganday. Tezlikka o'tamiz. Qadimdan bu yo'lga kelamiz. Bu joyda ochib, bu yoqdan tamom bizni yo'q qilamiz. Okey, qochdik do'stlar mana. Oxiri nima bo'lishini bilmayman, lekin men bu yerda polni o'tishini bilaman desam ham bo'ladi. Mana video ham tugayapti. O'yin ham yakunlanyapti, video ham yakunlanyapti. Mana o'zgartirib qo'yamiz. Keyin mana bu joyga kirsak, mana bu qizilxonada bittagina eshik bo'ladi. Boyna biz ochgan eshik mana bu. Birato'la bu yoqda ochsak bo'ladi-ku desalaringiz. Men bu generatorni mana bunisini sariqqa o'tkazmasdan bu joyda ocha olmaymiz-da. Ana endi ocha olamiz hozir. Hozir qo'shni yo'q, atrofimizga kirib keta olamiz bu yerga. O ana nimadir boshlandi. Qo'shni ham qo'shni kelib quvalab kelibdi-ya. Qochamiz endi yo'l orqali. Qayerga bora olardik? Ish qulf-ku. Qaytib ish qulf-ku. Qanday ish qulf edi-ku do'stlar? Do'stlar. Mana do'stlar, video shu joyda yakunlandi. Ko'rganingiz uchun barchaga rahmat. Buning keyingi qismlarini ham ko'rishni, chiqarishni juda ham orzu qilgan bo'lasizlar. Chunki rostda juda ham qiziq o'yin ekan. Do'stlar, like, obuna, kommentariy yondirib tashlaymiz. Davay do'stlar. Keyingisini 500 ta like'dan keyin chiqarishga harakat qilaman. Iltimos do'stlar, obunalarni yirtib boraylik. 60 tagina obunachi bo'laylik do'stlar. Davay, like'larni, obunani, kommentni yondirib yuboringlar do'stlar. Hammaga videoni ko'rganingiz uchun rahmat va video yakunlandi.